Sumkalar kirish boshlandi. Xudo xolasa. Jonon sog' Xudo xolasa bugun savdolarimiz boshlandi. Akalar qo'ldan kelgancha arzonlarni qilib beramiz. Sarog'imiz hozir beda savdosi bo'lyapti. 14,5 savdosi bo'lyapti. Qaysi biri seniki? Qancha? 14 million kami bor ekan. Yaxshi, barakasi bersin. Qancha beryapti bozor? Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib turgan aka-uka, do'st birodarlar va Asmo'yuz akamning ashaddiy obunachilar, chorva ishqibozlar va qo'cha ishqibozlar. Akalar, xudo xolasa bugun bozorlarimizda obzorlarni qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Manzillarimiz Namangan viloyati 3 tumani Qorqo'rg'on mol bozorining obzorlarini qilib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni o'tkazib bermasa oxirigacha kuzatib turasizlar. To'liq ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Bugun haftalamizning 1-iyul, haftaning chorshanba kuni akalar. Xudo xolasa videolarimizni boshladik. Cho'z o'tirmasdan. Saboqa bozorimizga ham o'tib oldik. Degan obzorlarni qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Qancha ekan aka buni puli? Qancha? 19 million kammi? Bebaslari 5 plyuslaridan chiqadi. 16 million savdosi bo'lyapti. 19 million kam bor ekan, 16 million savdosi bo'lyapti ekan akalar. Qo'shsa beramiz. Ha, jonon sog'. Ko'ringlar, qo'g'rolatlar. Qiziqlar aloqa ochib qo'yasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz akamda. Telefon nomer qo'yamizmi aka? 95 lar. 036 036 1796 ga aloqa ochib qo'yasizlar akalar. Qo'llangan jarjon qilib beramiz. Dastur xizmatlarimiz bormi? beramiz. Bo'ldi. Nima oshxonalarigachi garantiyalarimiz bormi? Ha, behozir bo'ladi. Nima oshxonalariga garantiyalari ham bor ekan. Barakasi bersin. Hojiba puli qancha ekan buni? 17 kami bor. 17 million kam bor ekan. Akalar 1.8 plyuslaridan chiqib qoladi. Vo'ybaslar. Savdosi qancha bo'ldi? 14,5 savdosi bo'lyapti. 14,5 savdosi bo'lyapti akalar. Ha jonim sog' bo'l. Barakasi bersin. 16 kami bor. Mana mayda yosh futbolchilarimiz ham bor ekan. Puli qancha ekan? Buni 13 dan kam bor ekan. 13 milliondan kam bor. Vo'ybaslari 90 plyuslaridan chiqib qoladi. 13 milliondan kam bor deyapti. Bu qancha savdosi bo'ldi? 11,5 11,5. Bunisi-chi? 12. 12 savdosi bo'lyapti. 12 million va 11,5 savdosi bo'lyapti. 10,5 Bunisi 10,5 bo'lyapti. 10,5 savdosi bo'lyapti akalar. Yaxshi. Telefon nomer qo'yamizmi aka? Yo'q, qo'ymayman. Telefon nomer qo'yish shart emas. Telefon nomer qo'yib kamish sheriklaringiz. Ayting. 94 825 825 27 79. 27-79 aloqa chiqarasizlar, qo'ldan kelgancha arzon chiqarib beriladi. Barakasi bersin. Dastur xizmatimiz bormi? Rahmat. Ha, xizmatlar dasturxonasi bor. Bor ekan dastur xizmatlari. Qancha ekan puli buni? 13 million. Savdosi qancha bo'ldi? 11 millionga bermadingiz. 11 million savdosi bo'lyapti ekan. 90 plyuslarida. Taxminan 90 chiqib qoladi. Bilmasdan. Barakasini bersa olganga ham, sotganga ham. Mayda hozir bu yerda savdolarimiz bo'lyapti, ishkal. Qaysi biri sotildi? Mana shu ikkita sotildi, barakasi bo'ldi. Qancha bo'ldi? 36 million oshkora. 36 million ochiqroq va barakasi bo'pti akalar, kelasiz. Ha jonon sog' bo'l. Qirg'iz parodalarimiz ekan ustiga. Ha jonon sog' bo'l. Barakasi bersa olganga ham, sotganga ham. Bunisi ham savdosi bo'lmadimi? Bunisi? Bu 16,5 million so'm. Ha, shunaqa. 16,5 million so'm ekan akalar. Xayri kami bor ekan albatta. Telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Qirg'iz parodalarimizdan tagi serob deyapti. Vaqda ham bor ekan. Bular sizdanmi ekan? Yo'q, bizdan. Jonon sog' bo'l. Qara. Shved parodamiz. Bu parodalarimiz ham bor. So'ylaga bular pullari qanchada aka? Bu
Bo'ybastilari bularımızdan ma'lumotda 1.5 ga 1 metr plyuslaridan. Bu narxi nima qanchadan? Bunisi 20 millionga beriladi, ha? Yanagini 17 ga beramiz. 17 da o'rtada. Yanagini 18 ga beramiz. 18,5 ga 17. Akalar, bo'ybastilari 1.10 plyuslarida, ha? Telefon bilan qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar, qo'ldan kelgancha arzon qilib beradilar. Ismoil akamdan doim sifati zo'rlari bo'ladilar. Barakasi bersa, olganga ham, sotganga ham. Avvalom bor. Nomerlar qo'yadingmi? 93lar. 926 03 92 aloqa chiqarasizlar, qo'ldan kelgancha arzon qilib beradilar. Barakasi bersa, olganga ham, sotganga ham. Xudo xolasa, endi Bag'da sekin. Da hozirgi bularni ko'rsatib o'tdik, ma'lumotlarini berib, bag'da yana savdolari bo'lyapti ekan. Qancha ekan buni puli aka? 16 million. 16 million kam bor deyapti, bo'ybastilari 1.8 plyuslaridan chiqib qoladi. Bunajimmi? Qammi? Qo'cha ekan akalar. 1.8 atrofida chiqib qoladi. Jonivorimiz ko'raylik holatlarini. Savdosi qancha bo'lyapti? Savdosi qancha chiqdi? 12,5 savdosi bo'lyapti ekan akalar. Ha, jonim sog' ol. Barakasi bersa, bolam bor. Menga ham sotganga. Qancha bo'ldi bu? Voy, qancha bo'ldi? 14,5 bo'ldi. 14,5 ga barakasi bo'pti akalar. Zo'r gaplar. Jonim. 1.5 plyuslarida. Barakasi bersa, olganga ham sotganga ham. Ekan nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar, ishlarni bitirib berishlar. Nomer qo'yamizmi aka? 94 595 77 75 ga aloqa chiqarasizlar, qo'ldan jarzoga beradilar. Barakasi bersa, olam bor. Aka bu qancha bo'ldi? Oldingizmi? Boshdan olmaydi. Oldingizmi aka bu? Sotilibdi, narxnamasini bilmishmiz aka. Barakasi beraversin. Olganga ham, sotganga ham, xolasa. Va yosh buqalarimiz o'tib ketyapti akalar. Qancha ekan puli aka? Puli 25 million kam. Hojijon sog' bo'l. Qo'chamiz 25 million kam bor ekan. Nech kunlik? 120 kunlik. 120 kunlik. Hojijon sog' bo'l. Savdosi qancha bo'ldi? 18 million savdosi bo'lib bermadingiz. Bo'ybastilari 1.8 plyus chiqib qoladi bo'ybastilari akalar. Jonon sog' bo'l. Yosh bo'lib qo'yachamiz ekan. 128 kunlik deyishyapti. Barakasi bersa, olganga ham, sotganga ham. Telefon nomeri qo'ya oldiramizmi? Nomerni ayting. 93 lar 130 0632 zerobchilikdagi. Bo'ldi, barakasi beraversin. Qanchadan aka buni puli? 20 million kam bor deydi. 20 million kam bor. 20 million kam bor deyapti akalar. Savdosi qancha bo'lyapti aka buni? 17,5. 17,5 savdosi bo'lyapti hozir. Bo'ybastilari 1.5 plyuslardan chiqib qoladi akalar. 1.5. Barakasi bersin. Qancha ekan buni puli aka? 14 million kam. 95 plyuslaridan. Savdosi qancha bo'ldi? Qancha? Balanti. 11 million. 11 million savdosi bo'lyapti ekan. Barakasi beraversa, avvalam bor. Olganga ham, sotganga ham. Endi sekin ashada savdolarimiz bo'lyapti hozir paytda. Hojibom jon kuydirib gapiryaptilar. Jon kuydirib gapiryapti. Hojiba qaysi bir savdosi bo'lyapti? 5 million, 3 million qancha baqarani sotyapti. Qaysi bir savdosi bo'lyapti? Bunisi-mi? Eshitira qo'ldan. Ikkitasini ham? Bittasi. Mana shu birinchi davoni savdosi bo'lyapti ekan hozir paytda. 11,5 savdosi bo'lyapti. 95 plyuslar. Ha jonim sog' bo'l. Bu bular qanchadan bular? Qanchadan? 13dan? 13dan kam bor ekan, 90 plyuslaridan jonivorlar. Savdosi qanchadan bo'ldi bularda? Bu bozor qanchadan qilyapti? 23,5. 23,5. Barakasi bersin. Savdosi bo'lyapti. Barakasi beraversin. Qancha ekan buni puli? 13,5. Bu ham 13,5 kam bu. Savdolar qanchadan bo'lyapti? 12dan.
Bunakidan savdolar bo'lyapti ekan hozir paytda akalar. Xulos'a, harakasi beraversa bo'laman. Bugunga sotganga. Bunisi qancha ekan aka bular? Qancha? 4 million gam bor ekan. Savdosi qancha bo'lyapti? 4 million savdosi bo'lyapti ekan akalar. Bebaslari 1 metr biluslaridan chiqadi. Jonivorimiz. Harakasi bersa bo'laman. Mana endi kichkinamizdan chiqdi. Qancha ekan bular? 11 kam bor. 11 million. Qo'shami? Bunachi 11 million gam bor. Savdosi qancha bo'lyapti? 8 million savdosi bo'lyapti. Bunachi ekan akalar. Necha kunlik? 20 kunlikmi? Harakasi bersin. Qanchadan bo'pti ular? Sotilmasdan qaytibdi akalar. Qanchadan ekan aka bu pullari? Qaysi biri? Ikkalasi. 30 kam bor. 30 kam, 15 dan kam bormi? 15 milliondan kam bor. Savdolar qanchada bo'lyapti? 27,5 savdosi bo'lyapti ekan. Vo'ybaslari 1 metrdan chiqib qoladi atrofga. Joni sog' bo'lsin. Barakasi beraversin. Telefon nomerini qoldiramizmi? 94 lar. 704 72 76 ga aloqa chiqarasizlar. Barakasi bersin. Qancha ekan uni bular? 17 million jam bor ekan akalar. 91 metrga yaqin atrofida. Savdosi qancha bo'ldi? Hozir kirdingizmi? 17 million aka. Joni sog' bo'l. Harakasi bersa o'g'lon. To'yga bo'ladigan qara. Sizga to'ygan bilan turibdi qara. Nomerimizda. Nomer qoldiramizmi? 95lik 95 lar 057 057 017 hop 2450 450 ga aloqa chiqarasizlar. Qo'llarga javob qilib chiqarib beradilar. Harakasi bersa o'g'lon. Bugunga ham sotganga. Xudo xolasa yosh bo'qachalarimiz obzorlarni qilib berishga harakat qilib akalar. Videolarimiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like deb bosib, obuna tugmachalar bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha har bitta bozorlarni obzorlarni qilamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz bo'lingiz akkauntiga obuna bo'lish esdan chiqmasin.